Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bir dars jarayonida bir masala kelib qoldi. Shu masalaning yechimini sizlar bilan ulashmoqchi bo'ldim. Sababi bu masala abituriyentlarimizni anchagina bir o'ylanishga olib keldi. Aslida unchalik qiyin masala emas. Sodda, lekin yaxshigina o'ylashga olib keladigan masala. Masala sharti shunday: 1,6 mol natriy suyultirilgan nitrat kislota eritmasida eritilganda ammiak va vodoroddan iborat 0,5 mol gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Oxirgi eritmadagi tuz miqdorini molini aniqlang. Xo'p, bu masala quyidagicha ishlanadi. Natriy nitrat kislota bilan ta'sirlashganda natriy nitrat hamda ammiak gazi hosil bo'lishi kerak ekan. Plus H2O hosil qilamiz-da. Gaz sifatida ammiak hosil bo'lsin deyapti va vodorod gazi hosil bo'lsin. Ana endi biz mana bu reaksiya tenglamasini tenglashtirib olamiz. Ana reaksiyani tenglab oldik. Bu jarayonda faqat ammiak gazi hosil bo'lyapti. Bizga masala sharti aytayaptiki, suyultirilgan nitrat kislota eritmasida natriy eritilganda ammiak gazi va vodorod hosil bo'ldi. Ana bu yerda natriy aktiv, ya'ni faol metal bo'lganligi uchun nitrat kislotadan avval u suv bilan ta'sirlashib oladi va natijada natriy gidroksidi hamda vodorod gazini hosil qiladi. Masalani asosiy ilmoqli joyi mana shu joyda. Natriy suv bilan reaksiyaga kirishgandagina vodorod hosil qiladi. Agar nitrat kislota qo'shib yana vodorod gazini ham hosil qilib qo'ysa, unda masala yechimsiz bo'lib qoladi. Demak, mana bu birinchi reaksiyamizda kirishgan natriyni 8x deb belgilasak, undan hosil bo'lgan gaz x molga teng bo'ladi. Ikkinchi reaksiyamizda reaksiyaga kirishgan natriyni 2y deb belgilasak, undan hosil bo'lgan gaz y mol bo'ladi. Vodorod gazi. Natriylar birgalikda 1,6 mol, gazlarimiz hosil bo'lgan gazlar birgalikda 0,5 molga teng ekan. Demak, 8x ga 2y ni qo'shsak 1,6 molga teng bo'lsin. X ga mana bu x va vodorod gazi y yig'indisi 0,5 ga teng bo'lsin. Ikki noma'lumning tenglama bo'lib qoldi. Bu tenglamani ishlash uchun mana bu kichkina tenglamani 2 marta kattalashtiramiz. 2 ni ko'paytirsak 2x, 2 ni y ko'paytirsak plus 2y barobar 2 ni 0,5 ko'paytirsak 1. Mana tenglik bilan bir-birini qisqartiramiz. 8x plus 2y barobar 1,6. Tenglamani ayirib olsak, y'lar qisqarib ketdi. 8 ta x dan 2 ta x ayirsak 6 ta x barobar 0,6. 1,6 dan 1 ni ayirdik. X barobar 0,6 ni 6 ga bo'lamiz va 0,1 kelib chiqadi. Hop, x ni qiymatini bilib oldik. Bizdan oxirgi eritmadagi tuz miqdori. Tuz mana bu. Bu 8 ta x ga teng. Demak, natriy nitrat miqdorini topish uchun x ni qiymatini 8 ga ko'paytiramiz. 0,8 mol tuz hosil bo'lgan ekan. Agar siz kimyo faniga qiziqsangiz va kimyo faniga oid bo'lgan masalalarni sodda va oson usulda ishlashni xohlasangiz, kanalimizni kuzatib boring.